kurtimiz chiqyapti. Ostritsa kurtimiz shu orqa peshob anal kanalida qichish paydo qiladi. Kechqurun yotganda bezovtalik. Askarida kurtimiz tishlar g'ijillatish, og'izlar hidlanishi, og'izlardan suv oqish, asabiylik, injiqlik shularni keltirib chiqadi. Ikkinchi xonaga kirsangiz doktorimiz bor. Mana biz hozir 20 minut oralig'ida ikkita klizmamizni oldik. Endi giyoh ichgani chiqdik. Bugun mana birinchi kungi muolajalarimizni tugatib oldik. Endi ertangi kunga qaytib kelamiz. Ertalabki lichenalarni oldik. Endi birdan keyingi lichenalarni olgani kelamiz. Men bilan askarida kurtlarimizni sistalari tushishni boshlagan, parhezlari yaxshi bo'lgan, ozgina ko'pgina nonni ko'proq yeb qo'ygan. Bir turg'an yedi xolos. Молодец, yaxshi, уже ikkinchi kundan tushishni boshlagan. Ilitamiz, ilitib yog' ustiga qo'yamiz. Qoshiqchada yaxshilab taglar bilan aralashtiramiz. Yana bitta stakanga iliq olma so'kidan quyib olamiz. Buni aralashtirganimizdan keyin bu cho'kadi, erish xususiyatiga ega emas. Buni yaxshilab aralashtirib, bundan 3 ho'plam, bundan 1 ho'plam. Bundan 3 ho'plam, yana bundan 1 ho'plam. Xullas, 1 stakan olma so'ki yordamida giyohimizni ichamiz. Marhamat. Manvat shifo bo'lsin, yaxshi ichib olaylik. Ikkinchi kungi lichenalarni oldik. Kurtlarimiz tushishni boshladi, giyohlarni ichyapti. Endi ertangi kungi lichenaga kelamiz. Bugun bemorimiz 3-kun ekan. 3 ta joydan analiz olamiz. Уже parhezlari juda chiroyli, holati umuman tushmagan. Mikroskopimizga qo'yamiz. Natriy xlor tomizamiz. Ko'rishni boshlaymiz. Ancha o'zgarish bor, lekin lambalarimiz bor hali. Ostritsa kurtimiz sanoli qolgan, juda ham yaxshi tushgan. Lambalar kurtimiz bor, ostritsamiz sanoli qolgan. Doktorimizga bir uchrab ko'rinib olasiz. Nisbatan ostritsa qurtlari ko'p miqdorda ekan. Hozir 3-kunga kelib ancha ozayibdi. Hali ham bilamiz jinni bor. Giyohlarga qiynalmayapti. Ichyapti. Parhezimiz yaxshi qilyapti. Temperaturalari yo'q bo'ladi. Holati yaxshi. Qurt tushishlarichi? Yaxshi tushyapti. Tushyapti. Opa, yana bitta bizni qo'shimcha narsamiz bor. Tabiiy ravishda ostritsa qurtini tezroq tushirib berish uchun svichalarimiz bor. Tabiiy giyohlardan tayyorlangan.
Mana bugun 3-kunga yetib keldik. Natijalari yaxshi. Kurtlari ancha tushib qoldi. Standart klinikasiga ikkinchi mahaliga giyohlar ekishga, klizmalar olishga keldik. Уже bugun 3-kunmidi? 3-kun. Parhezlari juda chiroyli tushgan. Lambalarimiz sistalari tushyapti. Молодец. Ozgina aniqladi. Yaxshi, zo'r. Biz kutgan natijalar bor. Siz yaxshi bo'ldinglarmi? Rahmat. Biz bugun sizga 9 xil giyohdan smes qilib tayyorlab beramiz. Giyohimizni tayyorlash uchun biz olma so'kidan foydalanamiz. Olma so'kini iliq holatda giyoh ustiga quyamiz. Qoshiqchada yaxshilab aralashtiramiz va yana bitta stakanga olma so'kidan iliq quyib olamiz. Bundan 3 xurtlam orqasidan olma so'ki yordamida ichadi. Xullas, 1 stakan giyoh ichish davomida 1 stakan olma so'kidan foydalanamiz. Marhamat. Mana shifo bo'lsin. Yaxshi ichinglar. Sog' bo'linglar. Mana bugun biz 3-kunlik lichenalarni tugatib oldik. Kurtlari ancha tushib qoldi. Giyohlar ta'sirida uyga ertaga kelamiz. Bugun bemorimiz 5-kun ekan. Mikroskopda ko'ramiz endi hozir. Parhezlar qilyapsizlarmi? Qilyapmiz. Giyohlarni ichyapsizmi? Ichyapti. Chiroyli o'zgarish bo'lgan. O'sha bir xil kurtimiz umuman qolmagan. Doktorimizga bir uchrab qo'yasiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, yaxshi boringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? O'zingizlar qanaqa o'qdinglar? Yaxshi. Xudoga shukr, ancha o'zgarish bor. Bora. Kelgan kuningizga nisbatan bugun 5-kun. Astritsa qurtlari juda ko'p miqdorda chiqayotgan ekan, EBS chiqyapti. Mikroskopda ko'rinmadi deyapti. Parhezga qiylanmayapsizlar. Yo'q, Holatinglar yaxshi. Guruch yeyishyapti. Yana guruch, kartoshka pyure. Ham bilamiz, endi bor. Svicha qo'ydik-a. Svichalarimizni davom ettirib turamiz. Obeddan keyin ham kelasizlar. Ertaga ertalab kelib bitta achina qilib qo'yamiz. Bugun ichgan giyohimizni ertaga tozalab qilib beramiz. Uyga borganda parhezlarimiz buziladi. Mastava, qaynatilgan sho'rva, yengil ovqatlardan boshlaymiz. Uy ovqatlaridan yarim tayyor mahsulotlar, ko'chadagi har xil ichimliklar, rangli gazli ichimliklar, kolbasa mahsulotlari, kirishki mahsulotlar, chupa-chupslar yeyilmaydi, ichilmaydi. Men sizlar bilan 2 oydan keyin ko'rishamiz. Xudo xohlasa, uxotlarni yaxshi qilib, pokizalik, gigiyenaga qattiq rioya qilamiz opa. Inshaalloh 2 oydan keyin sizlar bilan faktor ko'rishamiz. Yeydigan narsalarimiz shu qog'ozda yozilgan. O'qib, dorilarini sekin-sekin ertadan boshlab ichishni boshlaymiz. 5-kunini birinchi etap lichenalarini olib oldik. Endi ikkinchisiga kelamiz birdan keyin. Qanday parhezlar qilyapsizlarmi? Qilyapmiz. 5-kun bugun. 5-kun. Xudo xohlasa yetay deb qoldi oxiriga. O'sha mana ajrab qolibdi o'zi. Kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi bo'ldinglarmi?
Mana giyohlar tayyor. Mana Xo'p, shifo bo'lsin. rahmat. Yaxshi Sog' bo'linglar. bo'ling. Mana bugun standart klinikasidagi muolajalarimizni 5-kunini yakunlab oldik. O'zgarishlar yaxshi. Hammaga rahmat. Bizga 6-kunimiz faqat suzib ko'ramiz bir mahal. Молодец. Mana. Onajonimiz ko'ryapsiz. Bugun umuman qurtimiz pishmagan. Faqat axlatda shundagi oq shilimshoqlar yo'q. To'g'rimi? Axlatda. O'sha axlatlar toza bo'lgan. Qurtlar qolmagan. Bugun 6-kun doktorimizga uchrab ketaveramiz parhezlarni qilib. Xo'p, rahmat. Mana bugun standart klinikasidagi lecheniyalarimiz oxirgisini oldik. Natijalari yaxshi, qurtlari qolmadi. Nargiz opaga rahmat, hamshiralarga rahmat. Juda ham tili shirin, yaxshi xodimlar ekan. Rahmat hammanglarga. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, bolalaringlarni olib kelib, shu yerda davolatib ketinglar.